Mani ismim Zulfiya. Zimut akademiyasida men barcha mebelniy kuxonli, mebelniy divan kreslolarga chexol tikish bo'yicha dars beraman. Hozir menga kelganlar hammasi ham tikishni bilishadi. Ularga eng kerakli nuqtalar kerak-da. O'shani o'rganib ketishgan ular mendan. O'shani o'rganib ketishadi. Bizning akademiyada o'qigan har bir shogirdda eng avvalo o'ziga ishonch ortadi. Zimut akademiyasini kursi nomer 1. Zimut akademiyasini tanlashdan maqsadim shu o'zimni qilayotgan ishimni mustahkamlash, takomillashtirish, yana ham bilimimni oshirish. Zimut akademiyasida o'qishimdan maqsad o'sha chexol kursida o'qish edi. Bizda chexol bormagandi hali. Yangilik qilmoqchi bo'ldim. Olib kirmoqchi bo'ldim o'zimizga. Hammaga tavsiya beraman. Mana yangi ochilayotgan onlayn kurslarni ham tavsiya beraman. Nimagaki onlayn kurs nimalarni ham eshityapman. Rosa zo'r, hammasi nima deydi, yaxshi tushuntirilgan. Kelmay endi chekalar, bizga o'xshagan chekalardan imkoniyati bo'lmaydiganlar uchun onlayn kursi ham yaxshi ekan. Endi Zarina nomer 1 deb baribir. Ko'p mana shu O'zbekistondagilar ko'p Zarinadan ko'chirma qilishadi-da endi. Zimut akademiyasini Zarinani ishlari uchun tanlaganman. Ishonaman, yaxshi o'rganib ketishimga, o'shaning uchun shuni tanlaganman. Gap yo'q lekin sharoitiga. Men o'zim xursand bo'lib, xo'jayinimlarga aytdim, adasi zo'r sharoitlari, xuddi anaqanikidagi, европейский hamma narsalari, ana sharoitlari yaxshi, zo'r. Zimut akademiyasini tanlaganim sabab chunki chexol hech kim o'rgatmaydi. Buni endi birinchi ochildi O'zbekistondami, Toshkentda. Qiyla rivojlanish kerak, o'sish kerak odam. O'ssa kelajagi bor. Bitta joyda qotib qolmaslik kerak. Mana men hozir уже 50 ga kirdim, lekin hali ham yana kurslarda o'qimoqchiman. Zimut akademiyasini tanlashimdan sabab Zarina opa o'z ustilariga ishlaydilar. Chetlardan borib, ilm olib, O'zbekistonda nomer 1 desam ham bo'ladi. Shuning uchun Zarina opani tanlaganman.